Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz masofaviy ta'limning interaktiv texnologiyalari. Interaktiv texnologiyalar masofaviy ta'limning samaradorligini oshiradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga va o'qituvchilarga real vaqt rejimida bir-biri bilan muloqot qilish, fikr almashish, savol berish va olish imkoniyatini yaratadi. Videokonferensiya platformalaridan Zoom, katta auditoriya va biznes konferensiyalar uchun ommabop platforma, keyin Google Meet, Google xizmatlari bilan integratsiyalashgan videokonferensiya platformasi, Microsoft Teams, korporativ muhitda ishchi guruhlar uchun mo'ljallangan va Office 365 bilan integratsiyalashgan platforma. Cisco Webex xavfsiz professional onlayn yig'ilishlar uchun platforma. Skype kichik jamoalar va shaxsiy uchrashuvlar uchun mos. Big Blue Button ta'lim muassasalari uchun maxsus ishlab chiqilgan platformalar. Bular videokonferensiya platformalari hisoblanadi. Videokonferensiyani olib borish uchun bizlarga kameralar, HD yoki 4K veb kameralari, mikrofon va garnituralar, yaxshi ovoz sifati uchun tovush tizimlari, katta xonalarni sifatli audio uchun ekran taqdimot va yozuv uskunalari, interaktiv doskalar, grafik planshetlar kerak bo'ladi. Sizlar bilan hozir Google Meet haqida gaplashamiz. Google Meet Google tomonidan ishlab chiqarilgan video qo'ng'iroq xizmati hisoblanadi. Xizmat 2022-yilda oxirida Google Duo o'rnini egallaydi. Keyinchalik Duo mobil ilovasi Meet deb qayta nomlanadi va Duo faoliyati bosqichma-bosqich tugatiladi. Asosiy vazifasi shu video konferensiya va onlayn uchrashuvlar. Integratsiya Google Workspace'ga to'liq integratsiyalashgan. Foydalanuvchilar chegarasi bepul versiyasida 100 tagacha odam qo'shilsa bo'ladi. Pro versiyasida esa bu son ko'payadi. Foydalanish qulayligi, yengil interfeys, Google hisobidan to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyati mavjud bo'ladi bunda. Google Meet imkoniyatlari: ikki tomonlama, ko'p tomonlama audio va video qo'ng'iroq. Dastur litsenziyasiga qarab 720 va 1080p gacha bo'lgan video aloqa. O'zaro hamkorlik suhbati, foydalanuvchilar qo'ng'iroqlarni shifrlash, shovqinni kamaytirish va filtr. Shunga o'xshagan imkoniyatlari mavjud. Hozir Google Meetni o'zini ko'rib chiqamiz. Bu Google Meet. Google Meetda videokonferensiyani boshlash uchun Новая встречani bosamiz. Bu yerda to'g'ri konferensiyasini silkasini olish va bu yerda silkasini olsa bo'ladi. Silkasini olib, silka orqali girsak bo'ladi konferensiyani o'zini. Yoki bunda hozir doğrudan-doğru konferensiyani ichine girish yoki konferensiyani kalendarda rejalashtirish mumkin. Hozir biz doğrudan-doğru konferensiyani o'zine giramiz. Xo'p, konferensiya ochildi. Bu konferensiyada nechta imkoniyatlar mavjud? Xo'p, bu yerda ovozni to'g'irlash mumkin, mikrofon yoki dinamikaga qo'yish mumkin yoki boshqa sozlamalarni ham to'g'irlash mumkin bo'ladi. Bu yerda video sozlamalarni ham to'g'irlasak bo'ladi. 720, 1080, 360p ga qo'ysak bo'ladi. Yana ko'rib turganingizdek, boshqa yana sozlamalari, reaksiya bildirish, subtitr shularni ham sozlasak bo'ladi. Bu yerda ko'rib chiqqanlarimiz faqat ekran. Bu yerda ekranni ulashishimiz mumkin bo'ladi. Silkani ko'rdik, subtitrni ko'rdik. Bu yerda qo'l ko'tarish, ya'ni gapirish uchun, ruxsat so'rash uchun qo'l ko'tarish kerak bo'ladi. Yeshoni bossak, bu yerda qo'shimcha funksiyalar bor. Masalan, fon effekti. Biz orqa fona biron bir effektli rasm yoki biron nima qo'ysak bo'ladi. Endi shunday ko'rinadi. Xo'p, bu yerda esa chat qismi mavjud. Chat qismida konferensiyada ishtirok etib turgan odamlar o'zlarining fikrlarini, mulohazalarini yoki savollarini yo'llashi mumkin bo'ladi. Qisqacha shunday platformamiz shunday bo'ladi. Ko'rinishi. Xo'p, keyingi platformamiz Zoom. Zoom bu Zoom Video Communications kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan video konferensiyalar uyushtirish imkon beruvchi dastur hisoblanadi. Pul va bepul rejimlari mavjud. U bepul akkauntlar uchun eng ko'pi 100 kishi qo'shish mumkin bo'lgan vaqt rejimi esa 40 daqiqagacha chegaralangan videokonferensiya servisini taqdim etadi. Foydalanuvchilar pullik tariflari birini tanlagan holda 500 kishigacha qo'shish imkoniyatini beradi va chegaralanmagan vaqt ega bo'lgan videokonferensiyalar uyushtirish mumkin bo'ladi. 2020-yil pandemiya vaqtida masofaviy ishlovchilar va masofaviy ta'lim oluvchilar va internet orqali jamoaviy suhbatlarni uyushtiruvchilar soni oshgani sababli Zoom dasturi dunyo bo'ylab ancha keng ommalashadi.
Zoom'ning asosiy xususiyatlari: video va ovozli konferensiya, bir vaqtning o'zida bir necha odamlar ishtirok etishi mumkin bo'lgan video va audio uchrashuvlar, yozib olish, ekran almashish, chat, video ulash uchun davom ishtirok video uchrashuv uchun uchrashuvda davomida ishtirokchilar bir-biri bilan matnli xabarlar orqali muloqot qilishlari mumkin bo'ladi. Virtual fonlar, ko'p foydalanuvchilar bilan ishlash, webinar, Zoom Zoom qachon ishlatiladi? Masofaviy ta'lim va darslarda, ish, uchrashuv va konferensiyalarda, webinar va treninglarda Zoom dasturini hozir o'zlarimiz ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu Zoom dasturi. Bu Zoom dasturining asli sayti Zoom Workspace'da esa kompyuterimizga o'rnatib olishimizga to'g'ri keladi, to'g'ri konferensiya boshlashimiz uchun. Hop, bu yerda biza konferensiyani bosadigan bo'lsak, "Zapisать konferensiyani" bosamiz. Bu yerda biza konferensiyani rejalashtirishimiz mumkin. Masalan, konferensiyani otini yozishimiz mumkin. Masofaviy ta'lim. Masofaviy ta'limda qachon bo'lishi, qaysi soat nechada bo'lishi, necha minut bo'lishi va shularga o'xshagan narsalarni biza bu yerda belgilab o'tishimiz mumkin. Video parametrlarini ham shu yerlarda to'g'rilab o'tsak bo'ladi. Bunda kodi turibdi. Kod orqali ketsak bo'ladi. Сохранit'da bosamiz. Hop, bu yerda nachatni bosadigan bo'lsak, Zoom Meetings'ni ochda turibdi. Bizlar Zoom Meetings'ni предложениесini o'rnatib olishni bizlardan so'rab turibdi. Hop, menda уже предложениесі bor edi. Hop, bizada konferensiya уже boshlandi. Hop, konferensiya ko'rinishi shunday bo'ladi. Bu yerda mana ovozli video sozlamalar ham mavjud. Ikki odam borligi, chat qismi, podelиться, ekran ulashish va shunga o'xshagan qismlar mavjud. Qisqacha shunday Zoom orqali ishlash shunday bo'ladi. Hop, Zoom'ni ko'rib chiqdik. Endi Zega Cloud'ga o'tamiz. Zega Cloud bu real vaqtda RTS audio va video chat ilovalarini yaratish va qo'llab-quvvatlash uchun xizmat ko'rsatadigan bulutli platforma hisoblanadi. Zega Cloud turli dasturiy yechimlar, ovozli va video chatlar, ovozli qo'ng'iroqlar va video qo'ng'iroqlar va boshqa real vaqtda muloqot xizmatlarini qo'shish uchun SDK, Software Development Kit va API, Application Programming Interface'ni taklif etadi. Asosiy xususiyatlarni real vaqtda muloqot, ko'p foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash, interaktiv xizmatlar, platformalararo ish, iOS, Android va boshqa platformalar uchun SDK yoki API'larni taqdim etadi. Zega Cloud qachon ishlatiladi? Ijtimoiy tarmoqlar va muloqot ilovalari, onlayn ta'lim, o'yinlar va savdo platformalarida ishlatiladi. Zega Cloudni hozir ko'rib chiqamiz. O'chiramiz, chiqib ketamiz. Zega Cloudni ham ko'rib chiqamiz hozir. Bu Zega Cloud. Zega Cloudni yangi proyekt yaratishni bosamiz. Bu yerda video qo'ng'iroq yoki video konferensiya, live stream, live audio roomlarni yaratsak bo'ladi. Biza video qo'ng'iroqni yaratamiz. Bu yerda atini yozamiz. Masofaviy. Atini yozamiz. Keyin inayimda so'rab turibdi. SDK yoki UIKits. UIKitsdan foydalanasizmi deb so'rab turibdi. Biz shuni bosamiz. UIKitsni konferensiya boshlanmoqda. Hop, konferensiya boshlandi. Siz web, iOS yoki Android qaysi birisini kelasizlar tutdi. Biz for webdan bosamiz. Hop, start integratsiyani bosamiz.
Get start configni bosamiz. Masofaviy yaratildi yana. Hop, bizada yana videokonferensiya yaratildi. Bu yerda ham shu ovoz, video, shu sozlamalar, ekranni umlashish kabi sozlamalar mavjud. Hamda kodi bor, kod orqali kirsak ham bo'ladi. Zega Cloud'dan tanishib chiqdik. Zega Cloud'ning afzalliklari ko'p platformalar bilan integratsiya qilsa bo'ladi uni. iOS, Android, web, ya'ni ko'rib chiqqanimizdek. Kamchiliklari esa platformada o'rnatish, Zero Cloud dasturchilar uchun juda mos bo'lsa-da, yangi foydalanuvchilar uchun boshlang'ich platforma o'rnatish biroz murakkab hisoblanadi. Narxlar Zero Cloud'ning ba'zi funksiyalari, masalan, yuqori miqdordagi ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlash yoki qo'shimcha interaktiv funksiyalar bepul emas. Shuning uchun ba'zi foydalanuvchilar uchun narxi nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Bugungi darsimiz shu. Hammaga katta rahmat.